2 so'm pul bering. Nima qilasan 2 so'm? Maktabda ko'rjuk bilan delfinchalik suvchi olaman. U yerdan non olib ketmaysan-ku men. To'ymayman-da. Men 100 so'm ham bo'laman. Dada, 200 ming so'm pul berib yuboring maktabga. Maktabga 200 ming so'm pul olib ketasanmi? Darsdan keyin divideniyamiz bo'ldi bachalar bilan. O'shaning uchun. Tirishib. Sako, plastik. O, pul ko'p ekan-ku, adda berib yuboring yana. Turay, tur. Soliq kelgan yana bor buni to'lash kerak. Bu yerda ochratam tiqilib yotdi. Borda sen ochrat ol. Men keyin ochratimiz kelgandan keyin chaqirasan, men boraman. Men. Soliq chiqdi-ku, soliq to'lash kerak, bacham. Paymi bormi? Paymidan to'lasa bo'ladi-ku, oson-ku paymi bilan. Qanday to'laysan? Paymi bormi? Bering to'lab beraman atak. Mana bunday kirasida soliq bo'limiga kirib, Kecha bozorda amakingdan qarz olgandim-man. Tez amakingga berib kanash puli. Amakim uyi Toshkentda-ku. Nima bu yerda? Bo, peshkun 1 soatda borasan. Tez beribki. 1 soatda? Ha. Toshkentdami? Ana jilli. Ha, jilli, nima ish etib o'tiribsan? Ayog'a ishlov beraman, kachka qilaman. Ayog'a shunday, ayog'a o'tirala bacham. O't, ma. Pul oldi amakingga beribki, kecha qarz olibdim amakingdan. Borib kelish shart emas, paymili kartasi bormi? Bor. Bo'ldi, paymidan to'lov qilamiz, paymidan o'tkazsa bo'ladi. Amakim uyi Toshkentda-ku. Ma tasha. Bo'ldi, kartasi bormi? Tashab qo'yganlar, o'zi tashiymi? Pul uyda qolibdi-ku bacham. O't yuguruydan pul olibki. Pul uyda qolibdi-ku bacham. O't yuguruydan pul olibki, beraylik. Dada, pul to'lash shart emas. Paymi bilan hayot yanada oson. Paymi bilan to'lov qilsangiz bo'ladi o'z magazinlarda ham. Bilib o'tiribman, to'lasa bo'ladi. Telefonim uyda qolgan-ku. Mayli unda. Tez o'tirishma, o't. Chuqurroq og'dar. Bundan ziyod qanday og'dar? Maybe. O't darvozam, o't, kim ko'rmasin, o't. Hayvonni birinchi yoshiray. Ustiga yoting bo'lmasa? Ana o't, bo'lmaydi bunaqa. Ya bu. Nima qilamiz buni? Tamam, ketamiz. So'ng. Hey! Abi yordam bersang bo'lmaymi? Nima o'ynayapsan? Public mobilini mamaki? Ey, xazina topdik biza. Yoshira olmayapmiz. Public mobilda xazinani yashirishmaydi. Uni olib chiqib ketishadi amaki. Metro mod rejimda ba'zan noyob predmet, tuxum, ya'ni qadimiy tosh tuxumini topish mumkin. Ko'pchilik o'yinchilar uni qo'lga kiritish uchun kurashishadi. Agar siz ularni yengib tuxumni olib chiqa olsangiz, keyin uni baholatib haqiqiy qiymatini topa olishingiz mumkin. Agar omadingiz kelsa, uni ancha qimmatga sotishingiz mumkin. Qo'y, onni men ko'mamiz dadamini. Illo, bizlar problem olib kelyapti, tushundingmi? Xazinani Public mobildan izlaymiz. Ko'p. Bor dadanga ay. Ana qaychi borki, qaychi. Qaychini og'zini ochib qo'ymasin yana. Nima bilan uni? Bey, shunday irim-sirim bor. Uni og'zini ochib qo'ysang, uyda urush vaqir bo'ladi. Ha, shuni aytdingmi? Ha, ayt baqa. Dada, Ha? hamsayamiz ustak aytib qo'yardi. Uyda kana qaychini og'zini ochib qo'ymayganingiz, uyda urush bo'layotgan, shunaqa irim bor ekan. Yurmaya o'tishim buni qani urush bo'ylammi yo'qmi? Kutaylik qani? Dada, Ha? hamsayamiz drill so'rab kelgan ekan. Yo'q deb berman deb. Berib bo'ldimmi? San uni Ana. Ha, qaychini ochib qo'ydingizlar, uyda urush vaqir bo'ldi. Men nima dedim sizlarga? bu qaychini ochandan emas, yopiq bo'lsa ham urib beraman men buni. Hamsiyajon, bachangizdan ehtiyot bo'ling. Kecha men telefonini ko'rdim. Telefonida bilmayman nima bu, kinoteatr bormi? Sifatli kinolar ko'rib o'tiribdi. Men uni televizorda ham ko'rib bo'lmaydim deb. Hamma puli menimcha shunga ishlatib o'tibdi. Ehtiyot bo'ling, kafon gado bo'lasiz. Nima ko'ryapsan? Ha? Kino ko'raman dada, keling ko'rasizmi? Darrov hamsa aytdi, qanaqadir kinolar sotib olgan-ekaning. Yo'q dada, bu oddiy Alplay obuna, Yandex Plus orqali. Dada o'rda bemalol xohlagan filmingizni, seriallaringizni zo'r kassetov bilan ko'rsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha, hammasi qonuniy bo'ladi. Undan tashqari dada, oldin obuna bo'lmaganlar uchun zo'r aksiya ketyapti. Plus uz 30 promo kodi bilan kirsa 30 ming ball beradi. Bu ballar Yandex boshqa xizmatlariga ham ishlatsa bo'ladi. Rostdan 30 ming ball berami? Avo. Ko'zingga qara. Hamsadan bo'ylar bo'lmas gap eshitmaganman. Ha.
Ha, amaki. Menga qara Zokirjon, dadang kecha jigdan tekida ko'rdim. Ay, jigdan tekida ko'p yurmasin, jilli bo'ladi. Irimi boshindek-a. Axay ariq ochmoqqa borandirlar-da. Aytqan hay borib ko'p o'tirmasin, jilli bo'ladi, irimi bor deb o'tibman. Hay, tayoq yesam qarang. Ayt tamom. Ertalab siz jigdan tegida yuryapsizmi? Yo'q. Ha, Avsam akam aytdi dadang jigdan tegida ko'p yurmasin, jilli bo'ladi dedilar. Jili bo'lamishmi? Ha, o'shunaqa yerim bor ekan. Jigdan tegida o'tirsin. Ha? O'to'ya bor. O'tirmang. Bor o'ya. Ana jigda mana. Ana tekida jilli bo'lmaganimcha o'tiraman. Uni irimi ham jonima tegdi. Qani? Jigdan tekida o'tirsam jilli bo'laman. 6 soatdan beri mana jigdan tekida o'tiribman. Qani jilli bo'lganim? Qani? Men jilli bo'ldimmi? Jilli o'xshaytibmanmi? Ha? Jigdan tekida o'tiribman. Jilli bo'ldimmi? Ha? Men senga nima dedim? Ana, Ismat aytani aytman, jilli bo'ladi dedimmi? Bo'ldi ana jilli. O'ziga o'zi gapirib o'tiribdi. Nima qilamiz endi? Nima qilasan? Tegma jilli bo'lib ochiladi. Yaxshimisiz? Onangiz aytgan bachamanmi? Ojon, to'pqa yigitiz cho'pqa o'xshaydi. Bo'lmaydi bu, tirriq. Ey tirriq, telefoningni o'ta telefon qila olay. Ey, sen gapirma. Marajin cho'bi. Sanmi men singlima gapirgan? Ha, men Turishiga qarab tirriq ekaning-ku, menga katta gapirasan. Cho'p o'xshaysan, sindirib yotaring oldash yerda. Sur berdi. bu kundan siymiraman. Bu kundan siymiraman. Hech kim tirriq deya olmaydi. Ojon, to'pqa yigitiz bo'lmaydi. Bu cho'chqaga o'xshaydi. Yo'qmadi menga. Yo'q, onangning qizimmi? O'z bilan onasini emdiraman. Taksimi aka, narigi mahallagacha tashab qo'yamiz ani. O'tiringlar. Kim bu? Kim kerak, boboy? Qizim bo'la. Bu siz yigitingiz, ha? Yo'q, просто tanishim. Tushunarli. Bo'lmasa ketdik Makka poyanichi. Nima qilamiz Makka poyida? Bu yoqda odam o'zi hech kim bilmaydi-da. Shuning uchun shu yerga boramiz hozir. O'g'lim, nima ish qilasiz siz? Qaynotam pul yashayman. Qaynotangiz xabari bormi bu narsalardan? Bo'lsa kerak, men qattan bilaman, men bundan so'rang. Orzungiz bormi bu hayotda bironta? O'limizdan oldin endi bir so'rayapman-da. Orzuyim qaynotam mana shunday qilib o'tirish yelkasi. Orzungizga yetishdingiz bacham. Orzungizga yetishdingiz. Tushunmadim. Yo'q, hozir tushuntiraman. Makapaga boraylik hozir. Bo'tganimga keldik, boboy. Hech kim ko'rmaydi-da bu yerda, shuning uchun keldik bu yerga. Shu yuzdan ketyapsiz, boboy. Mana shu kishi mani dadam. Endi yetib bordimi? Asalim? O'ycha tashamaysiz. Ha, patsan, nima bo'lyapti senga? Haqqa oyoq qo'ymoqchi eding. Hazillashdingda. Ana bu nuqtaga kel. Nuqtaga kel. O dadasi nimaga qo'rqasiz? Manman-ku. Unangim yursantingmi? iPhone kerak, bachangizning ko'tida ishdan qolmagan kerak, yangi paplin chiqqan shundan kerak. Keyin u bir yangi gaz olishimiz kerak. Tirnog'imni ishlab keltirishim kerak, kipriga borishim kerak. Kim birinchi gapirsa o'zi shu narsalarni o'zi oladi. Alo. Ana, gapirdingiz, ana endi siz olib berasiz. Unangim gör. Xotin, iPhone. Ana bu pillon. Bu dadasi buni qayerdan oldingiz? Pulingiz yo'q-ku. O xotin, bu narsalarni olish uchun menga pul kerak emas. Chunki menda Infin baraka muddatli to'lov kartasi bor. Puli yo'q kartadan dadasi buncha narsani kim beradi sizga? O xotin, sen tushunmayapsan. Infin baraka muddatli to'lov kartasi bilan Luboy magazinga kirib, pulimiz yo'q bo'lsa ham narsa olib chiqib ketabilamiz. Tushunyapsan? Masalan, oziq-ovqat bo'lmasa, uyimizda
pulimiz yo'q bo'lsa ham bozorga borib oziq-ovqat olib kelishimiz mumkin. Tushunding? Yoki bizlar uyimizda televizor bo'lmasa, pulimiz bo'lmasa ham televizor olib kelib bilamiz. Luboy magazindan. Bu karta orqali restoranni ham to'lov qilsak bo'ladi. Tushunyapsanmi? Keyin boshqa davlatlarda ham ishlaydi. Bitta O'zbekistonda emas. Boshqa davlatlarda gastiniца to'lovi yoki xarajatlarga to'lov qilsa bo'ladi. Keyin u pullarni qaytarib ham berish kerak-da. Ha, yemi qaytaramiz. 24 oygacha bo'lib to'lasak bo'ladi. Qani dadasi. Ana endi Infin baraka kartangiz bilan Vyetnamga ketamiz. Undan chiqib Maldiv orollariga, undan chiqib Gruziyaga, Persatga etib bir kurga aylanib chiqamiz. Undan keyin qayerga ketsak ekan? Yana qaysi davlatlar bor-ku? Kim birinchi gapirsa, nari xonada uxlaydi. Men gapirdim, men ketdim. Azama, bacham og'zingga soma o'yinchog'i? Soma bacham. Og'zingga soma deydi men senga. Sichqon, besh, ayiq, medved. Itma bacham, itma. Itma, qo'ling tiqma unga. Itma. Tulki, lisa. Yetma dedim men senga. Kimman tasaga mehr berish yaxshi ko'raman bachalar. Juda ham yaxshi ko'raman. Bacha kichkina bachalar ko'raversam, jonim bacham, jim o'tiring, o'z onangiz keladi. Hay, o'zim bacham asol, bacham meni. Qanday qilib asablaringiz buzilmaydi bu sohaga? Ha, endi 20 yildan beri shu sohadaman. Asablarim o'rganib ketgan. Spakoyn odamman. Bacham, jim o'tiring, hay. Juda ham spakoyn odamman. Onang ham bir jim o'tir deydi men senga. Asabim buziladi ba'zida asabim buziladi shu. Men senga tortma deydi men senga. Hozir onang keladi deydi. Hammamiz allo qilamiz bachalar. Hammamiz ish qilamiz. Allo qilamiz. Tamam. Siz nima uxlamayapsiz bacha? Uxlamayman men. Spakoyn bo'lamiz. Hamma uxlasin. Bachalarim. Ay, bunday ekan. Dada. Siz yangiligim bu. Yana nima boshlading? Yaxshi niyatda magazin ochdim. Shuni amakim bilan ikkovlaringiz borib ochib beringlar lentani qirqib. Ey, siz olib kelib ochilishga nima qilyapti? Bu ham bir baxt-da. To'g'ri aytasiz. Tayyormisizlar? Ha, ochgan tezroq. Nima ochding ekan? Ana, Qani? Mana dada. Yoqdimi sizlarga? Nima bu bacham? Kiyim. Qanaqa kiyim bu? Qanaqa kiyim bu? Ko'rmay turibsan, mana u. Ey, nima bu? Shunaqa magazin ochding. Hay, nima bu? Ey, nima bu? Erkaklar kiydi undan. Nima bu? O'g'lingiz nima ish qiladi? Ayollar ichki kiyim sota. Amca, nerishni aytman, qo'yinga davlinan ko'taradi. Keting. Ey, qo'yinga bo'ladi. Hozir tushuntiramiz. Damtadan davlinan. Ana ko'taradi. Kichkina magazin nasib bo'lsa buni katta. Ana yibing. Kattalarni sotadi. Dada, bir marta ishonmay biznesimiz zo'r bo'lib ketdi. Sizlar reklama deb chaqirtirdingizlarmi? Bu kim bu? Bloger chaqirganman, shu reklama qilib yurtadi. Reklama qilsa bloger zo'r bo'ladi, amca. Qani, blogerni chaqirding bu? Bloger nima kerak? Dadan davlinan qilishadi. Sounda blogerda. Ha, blogerman. Profiling nima? Azmir Vayn. Menga qara, Azmir Vayn. Nimani reklama qilishingni bilasanmi o'zingda? Yo'q, bilmayman, menga do'kon deb chaqirdilar-da, nima qilay? Necha martaga o'rgansan? Yo'q, endi men boshdan o'tgan blogerman-ku, shuning uchun barterga gaplashganman. Barter? Ha. Ha, bo'ldi, reklama qilgan. Bu. Amca qanday bloger ekan bu? Au, yosh endi chiqayotgan bloger ekan, barterga kelibdi. Barter nima u? Ha, reklama qiladi, video qo'yib beradi, o'rgan magazindan narsa olib ketadi.